Okey, agar shu videomiz 30 ming like yig'sa, 12 yillik mijozlarning orasidan bittasini tanlab olib, Namangandan Toshkentga, Toshkentdan Namanganga bordi keldiga bitta shunaqa inomarka pusto mashinani qilib beramiz. Depal S07. Oldinlar Toshkentga biz Nexia'da qatnagan edi. Hozir vobshe rivojlanib ketibdi. Aynan shunaqa inomarkada Abduf, Abagrev massajlarni yoqib olib borsangiz bo'lar ekan. Aka, yana qanaqa tariflar bor, qanaqa mashinalar bor Toshkentga borish uchun? Bizda 12 yillik qisqa raqamida biznes klass, undan tashqari komfort mashinalarimiz bor. Undan tashqari bizda ekonom mashinalarimiz bor. Ha, uydan ofisga, qatqadur ko'chadiganlarga bizda mini logistikalarimiz ham bor. Okey? Xudo xolasa, sizning obunachilaringiz bizga sizning nomingizdan chiqsa, Instagram orqali chiqishgan har 10 mijozimizga skidkalarni qilib beramiz. Muammo yo'q. Biz o'zimizda skidkalarni bombasini qilib beraveramiz. Bitta like bosib tarqatib tashlangda 12 yillik shuni saqlab qo'ying, videoni ham saqlab qo'yingda. Aynan mana bunaqa inomarkalarda bormoqchi bo'lsangiz ham bo'ladi, tariflari bor ekan. Bitta savol beraman. Bayram arafasida hamma Toshkent qilinadigan narx ko'tarib yuboradi, yo qishda ko'tarib yuboradi. Sizlarda qanaqa bo'ladi? Okey, shu savolni juda ko'pchilik beradi. Okalar, bizda 12 yillik qisqa raqamida suvning narxi ko'tarish degan narsa bo'lmaydi. Bayram arafasi yoki mana gazda yo'qoldi degan temalar bo'lmaydi. Okalar, biz imkon qadar xalqimizning foydasi uchun ishlashga harakat qilamiz. 12 yillik qisqa raqam doim siz xizmatingizda. Bitta like bosingda shu joyga maksimal tarqatib videoni saqlab qo'ying. Aynan sizga Toshkentga borish uchun juda ham qulay variantni mashinani topib qo'ydim.